Assalomu alaykum, men Luqmonova Madina Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 2-bosqich talabasiman. Bugun biz sizlar bilan shaxsning qobiliyati, iqtidorning pedagogik, psixologik, tarkibiy tuzilmasi va o'ziga xos jihatlari mavzusini ko'rib chiqamiz. Bunda biz 3 reja asosida mavzuni olib boramiz. Birinchi rejamiz qobiliyat va iqtidor tushunchalarining ilmiy asoslari. Ikkinchi rejamiz qobiliyat va iqtidorning shakllanishida tashqi omillar va uchinchi rejamiz iqtidorni rivojlantirishning pedagogik va psixologik shartlari. Avvalo biz qobiliyat tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, qobiliyat bu shaxsning ma'lum bir faoliyatini muvaffaqiyatli bajarishini ta'minlaydigan individual psixologik xususiyatlar majmuasidir. Qobiliyat psixologik sifat bo'lib, tug'ma va orttirilgan xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Qobiliyat bilimdan farq qiladi. Bilim o'rganiladi. Qobiliyat esa o'rganilgan bilimlarni qanchalik tez va samarali qo'llay olish qobiliyatidir. Qobiliyatlar 3 guruhga bo'linadi. Birinchisi umumiy qobiliyatlar, ikkinchisi maxsus qobiliyatlar va uchinchisi ijodiy qobiliyatlarga bo'linadi. Iqtidor yuqori intellektual salohiyat, mustaqil fikrlash, tez o'rganish va murakkab vazifalarni yecha olish qobiliyati. Iqtidor nafaqat tug'ma, balki muhit va to'g'ri tarbiya orqali rivojlanib boradi. Iqtidorli bola atrofdagi ijodkorlik, faollik, keng tafakkur bilan ajralib turadi. Psixologlarning ta'kidlashicha, iqtidor kamdan kam uchraydi. Ammo bir bolada iqtidor kurtaklari bo'ladi. Ular to'g'ri sharoitda rivojlanadi. Qobiliyat va iqtidor faqatgina tug'ma imkoniyatlar bilan cheklanmaydi. Ularning rivojlanishi ko'p jihatdan tashqi muhit, ya'ni atrofdagi sharoitlar ta'sirida shakllanadi. Psixologiya va pedagogika ilmida tashqi omillar iqtidor rivojining eng muhim shartlaridan biri sifatida qaraladi. Oila bolaning birinchi tarbiyachisi hisoblanadi. Iqtidorning dastlabki belgisi ham oila ichida namoyon bo'ladi. Ilmiy nuqtai nazarda quvvatlovchi oila modeli iqtidorning 40-50% rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bola iqtidorining eng faol rivojlanadigan joyi bu maktab. Differensial va individual yondashuv o'quvchining kuchli tomonlarini yuzaga chiqaradi. O'qituvchi iqtidorini ko'radigan va uni o'stiradigan asosiy shaxsdir. O'qituvchilarning pedagogik faoliyati samarali bo'lish uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar tizimini, bilim, bolani tushuna olish, kuzatuvchanlik, nutq malakasi, tashkilotchilik, kelajakni ko'ra bilish, diqqatni taqsimlab olish, vaziyatni to'g'ri baholash, yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan har xil ziddiyatlarni o'z vaqtida bartaraf etish, o'quvchilarni bilim olishga qiziqtirish kabilar tashkil etadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, shu boisdan shaxsni qobiliyatini erta aniqlash va muntazam qo'llab-quvvatlash har bir pedagogning muhim vazifasidir. To'g'ri yondashuv orqali har bir bola o'zining tabiiy qobiliyatlarini namoyon qila oladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.